Davom etamiz. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar chekka hududlarni ham chetlab o'tgani yo'q. Shahrisabz markazidan ancha uzoqda joylashgan tog' qishloqlariga borish bir vaqtlar yo'llar yomonligi bois qiyinchilik tug'dirardi. Bugun esa Sho'rasan va Vardon qishloqlari orqali o'tgan tekis asfalt yo'llar Xummon qishlog'igacha yetib borib, tog' ahlining turmush tarzini sezilarli darajada o'zgartirdi. Qishi uzoq davom etadigan bu hududda bugun tomorqachilik rivojlanmoqda. Xotin-qizlar kasanachilik va hunarmandchilik bilan shug'ullanib, mahsulotlarni bozorlarga chiqarmoqda. Muxbirimiz Shavkat Aminov tog' bag'ridagi Xummon qishlog'ining mehnatkash odamlari bu yerdagi o'zgarishlar haqida so'z yuritadi. Bir paytlar tog'lar bag'ridagi qishloqlar haqidagi tasavvurlar boshqacha bo'lardi. U manzillarga borish ishtiyoqi yo'llardagi notekisliklar sabab ilk qadamlardayoq yo'qqa chiqardi. Shu boismi ko'pgina tog' qishloqlari haqida yaqingacha kam gapirilar, gapirilganda ham mashaqqat va qiyinchiliklar tilga olinardi. Mana bu tekis va ravon yo'llar bugun sizni shahar markazlariga emas, aynan olis tog' qishloqlariga olib borishi mumkinligini hatto tog'liklar ham tasavvur qilmasdi. Xummon qishlog'iga yo'lga chiqqanimizda biz ham yo'limiz ravon bo'lishini o'ylab ko'rmagandik. Sho'rasan, Vardon qishloqlarini yoqalab Xummon qishlog'iga yetarkanmiz. Asosiy e'tiborimiz asfalt yo'llarga qaratildi. 6 talar tashabbus yetib oldik hozir. Bir kichkina qishloq. Даже 70 xo'jalik bilan Qaraverdi o'zi yetib oldik. Xummon bilan ikkita tashabbus. Harakat qilgan odam hozirgi davrga zo'r yashaydi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash yo'lidagi islohotlar nasimi Shahrisabz tumani markazidan qariyb 60-70 kilometr uzoqlikdagi tog' qishloqlariga ham yetib borgani, odamlarning turmush sharoiti yaxshilanayotgani misolida ko'zga tashlanayotgani quvonarli edi albatta. 50 so'tik, 35 so'tik yerlar berilgan, bular nuqat ekiladi, arpa bug'doy ekiladi. Aslida Xummon nuqat bilan tanilgan. Keyin endi esa olma, mana mevachilikka ham o'tib ketyapmiz. Qishi uzoq davom etadigan Xummonda daraxtlar endi kurtak ochib gullamoqda. Tomorqachilikni rivojlantirish borasida olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida aholi tomorqalarida ilk qadalgan urug'lar bo'y ko'rsatgan. Shunday bo'lsa-da, mahalla mas'ullari xonadonma-xonadon yurib, yordamga muhtoj oilalarga ko'maklashib, zarur yordamlarni ko'rsatib kelmoqda. Hamma narsa ekamiz: chesnok, piyoz, sabzi piyoz, pomidor, bodring, kartoshka. Hamma ekinlar ekamiz. O'zimizning ro'zg'orimizni ta'minlaymiz, ziyodasini sotamiz. Asosan chorvachilikka ixtisoslashgan qishloq hayotida, ayniqsa xotin-qizlar turmushida ham yangiliklar yo'q emas. Kasanachilik asosida milliy hunarmandchilik rivojlantirilib, ular tayyorlagan mahsulotlar dunyo bozorlariga chiqarilmoqda ekan. Asosan mana eksport qilinadigan mahsulot chiqara boshlaganimizga, shu mahsulot bilan ishlashni boshlaganimizga 1 yil bo'lgan bo'lsa, men o'zim o'qituvchiman aslida. Bu ishni masalan vaqtimiz bor vaqtda bekor ro'zg'ordan, oila, bola-chaqadan degani boshqa ishlardan o'tgan vaqtimizda qilamiz. Ayollarimiz shu nimasidan o'tgan vaqtda, ro'zg'ordan, ishlardan o'tgan vaqtda qo'shimcha ish sifatida qilyapti buni. Qachonlardir yashab qolish uchun xumdonlarda suv saqlab katta bir qishloq tarixini yaratgan xummonliklarning bugungi hayoti kechagidan ancha farq qiladi. Bugun bu qishloqlarda ham umidlar, aniq maqsadlar bor. Har jabhada muvaffaqiyatga intilish bor. Ular milliyligini unutmagan holda qadriyatlarni qadrlab, kelajak sari dadil bormoqda.